Farhod aka, men bu narsaga vobshe tushunmadim. Ko'zdan to'g'ri foydalanish kerak deganda nimani nazarda tutyapti? Ko'zdan to'g'ri foydalanishning 5 ta oltin qoidasi. Birinchisi, masofaga e'tibor berishlik. Ya'ni 40-50 sm uzoqlikda ushlashligimiz kerak. U kitob bo'ladimi, telefon bo'ladimi, kompyuter bo'lsa 1 metrdan uzoqroqda bo'lishi kerak ekran masofasi. Va kun davomida e'tibor berishimiz kerak. Biz faqat nigohimiz yaqinga emas, uzoqqa ham qarab yurish kerak. Bu ko'proq abituriyentlarda, talabalarda bo'ladi. Ular soatlab 12 soat davomida faqat yaqinga termilib o'tiraveradi. Bo'lmaydi bu. Albatta, kunda ma'lum bir soatlarini uzoqqa termilish bilan o'tkazish kerak. Shunda uzoqni ko'rishlik qobiliyati saqlanib qoladi. Bo'lmasam bu qobiliyat borgan sari pasayib minus nomer oshib ketaveradi. Ya'ni miyopiya kasalligi rivojlanadi. Ikkinchi qoida: ko'zimizni ko'proq kunduz ishlataylik, kechasiga dam oldiraylik. Ya'ni kechasi telefon, o'qish, bu ishlarni qilmasligimiz kerak. Kunduzi tabiiy quyoshli yorug'i ko'z uchun juda foydali. Uchinchi qoida: ko'zni qurib qolishdan saqlang. Ya'ni uni doimiy namligini ta'minlash. Shoboda, konditsioner, chang, kompyuter qarshisida uzoq vaqt o'tirish, uzoq vaqt televizor ko'rish, bular ko'zni qurib qolishiga sabab bo'ladi. To'rtinchi qoida: ko'zni salbiy narsalardan asrash kerak. Salbiy narsalarga, yomon narsalarga qaramaslik kerak. Faqat go'zallikka, yaxshilikka qarash kerak. Salbiy narsalar nafaqat ko'z, balki butun tanaga, miyaga zarar bor. 5-qoida: 20-20-20 qoidasiga amal qiling. Bu nima? Bu 20 minut o'qing, telefon ko'ring, 20 soniya dam oldiring, 20 metr uzoqlikka qarang shu paytda.